O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning "Yo'qotganlarim va topganlarim" asari adibning ustozlari, shogirdlari, yaxshi-yomon kunlarda birga bo'lgan yor do'stlari haqida. Kitobni o'qisangiz, o'zbek adabiyotiga benazir hissa qo'shgan G'ofur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhorlarning ijodxonasiga kirgandek bo'lasiz. Ularning kulgilari quloqlaringiz ostida jaranglaydi. Ayniqsa muallif o'zining umr yo'ldoshi, betakror shoira, vafo malikasi sanalmish Saida Zumonova haqidagi xotiralarni ko'z yoshisiz o'qiy olmaysiz. Ularning quvonchu mashaqqatlariga sherik bo'lasiz. Ustozlarning hayoti va ijodi hamisha barchamizga ibrat ekanligini dil-dilingizdan his qilasiz. Hozirgi kunda unutilmas xotiralarga aylangan atoqli adabiyot arboblari bilan uzoq vaqt birga bo'lgan, ularga safarlarda hamrohlik qilgan xalqimiz ardog'idagi bu benazir insonlarning nurli kunlarida ham, alam-iztirob chekkan onlarida ham yonlarida bo'lgan. Xotiralarda adabiy to'qimalar yo'q, tasvirlangan voqealar sinchkovlik bilan kuzatilgan, yozuvchining o'tkir nigohidan o'tgan sof haqiqatdir. Kitobning birinchi bobida tilga olingan va ajib mehr bilan tasvirlangan ustozlar endi yo'q. Ular xalqqa, vatanimiz badiiy xazinasiga qimmatbaho gavharlar qoldirib yo'qlik sari ketganlar. Kitobning ikkinchi bobida xalq hurmatiga sazovor bo'lgan yozuvchilar, kitob muallifi, shogirdlari to'g'risida qaynoq fikrlar bayon qilinadi. Uchinchi bobga goh nurli, goh nursiz kunlarini boshidan kechirgan muallifning iztiroblari, ko'p mashaqqatlar bilan topgan iqboli to'g'risida ta'sirli fikrlar bayon qilinadi. O'ylaymizki, bu asar o'quvchilarni befarq qoldirmaydi. Ularni o'ylashga chorlab, bu yorug' kunlarda yashash baxti qanchalar mashaqqatlar hisobiga kelganini bayon qiladi. Ushbu kitob barcha adabiyotga oshno ko'ngillarni chiroq kabi yoritib, ularning ma'naviy xazinasini boyitishiga ishonamiz.